oqsil yetishmovchiligini 7 ta belgisi. Oqsil yetishmovchiligida, ya'ni organizmda bu modda yetishmovchiligida nimalar kuzatiladi? Ya'ni B gruppi vitaminlari, D gruppi vitaminlari, selen, rux va albatta temir moddasi, ya'ni anemiya bilan kechadigan holatlar bu oqsil yetishmovchiligiga olib keladi. Birinchi belgi bu mushaklardagi kuchsizlik, ya'ni odam o'zini juda ham og'ir his qiladi. Keyingisi og'irlik hissi, ya'ni inson kayfiyatiga juda ham ta'sir ko'rsatadi. Uchinchi belgisi soch va tirnoqlarni juda ham siyraklashishi yoki nimjonlashishi. To'rtinchi belgi esa oyoqlardagi mushaklarni, umuman tana mushaklarini juda ham zaiflashishi va o'zini juda ham og'ir his qilishi. Beshinchi belgi esa kayfiyatni tushishi va inson fikrlarini jamlashini juda qiyinlashishi. Jarohatlarni esa juda sekin bitishi va asosiy oxirgi belgisi esa tana immunitetini juda ham tushib ketishi. Mana shundan albatta surunkali kasalliklarga chalinish, ayniqsa oqsil va temir yetishmovchiligi anemiyasiga chalinish ehtimoli juda ham kuchayadi.